Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2025 yili 2 ayning 17 kuni dushanba kuni kech. O'tgan chorshanba kuni Amerikaning Emgak statistika idorasi sonliq ma'lumotni e'lon qilib, pul pahalılık to'g'risida, ya'ni CPI Consumer Price Index. Bu yil 1-oyda mal bahasining o'tgan yildagi 1-oyga qaragan vaqtda 3% o'sganligini aytdi. Ya'ni bu deganlik nimadan derak berdi o desa, bu Markaziy bankining 2023 yildan tortib toki o'tgan yilninki yoz fasllarigacha 1,5 yil vaqt ichida o'stirgan o'sim nisbatini 11 qatim o'stirgan-ku, shu 11 qatim o'stirish orqali yetmoqchi bo'lgan nishoni pul baholarını 2% ga tushirish edi. Bu nishonning keyniga chekinganligini tushuntirdi. O'tgan yil 9-oydan 13-oygacha bo'lgan 4 oy vaqt ichida o'sim nisbatini 3 qatim tushirdi. Ya'ni jami 1% tushirdi. Shuning bilan pay cheklarda biroz yaxshilanish bo'lgan. Pay chekning, ya'ni pul muomala bozorining yaxshiroq bo'lishida ham iste'molchi mablag' soqchilarning Donald Trumpning qayta saylanishiga nisbatan umidvor qarashda bo'lganligini ham asli edi. 2024-yildagi iqtisodiy ko'rsatkichlar yaxshi oxirlashgan. Ya'ni Amerikaning iqtisodi yumshoq qo'ndi degan xulosani chiqargan. 2023-yil yumshoq qo'ngan, 2024-yil yumshoq qo'ngan, 2024-yil Amerikaningki 1 yil ichida ishlab chiqargan umumiy milliy daromadninki dollar qiymati 29 trillion atrofida bo'lib, dunyoda yana 1-o'rinda turgan edi. Men shu vaqtda kelar yillik iqtisodga nazar tashlanimizda uni Donald Trump taxtga o'tgandan keyin uni yurgizmoqchi bo'lgan siyosatning qanday bo'lishiga bog'liq bo'ldi degan. Mana o'tgan oyning 21-kuni Donald Trump taxtga chiqdi, 20-kun taxtga chiqdi. Shuning keyin 10 kun keyinla tashqi savdo munosabatlik farmonlarni chiqardi. Ya'ni Meksika bilan Kanada o'zining Shimoliy Amerikaga yaqin qo'shnisi bo'lgan Kanada bilan Amerikaningki mallarga, ulardan kiradigan Amerika bozoriga kiradigan mallarga 20% boj qo'yman dedi. Ammo 24 soatning ichida bu davlatlarningki boshliqlari bilan, rahbarlari bilan suhbatlashish orqali bu bojni 30 kun kechiktirdi. Mushu ishlar bo'lib, mushu gaplar bo'linayotgan orliqda paychika bozorida tavlanish qildi, kuchli bo'ldi. Anandan keyin 2-oyning 1-kuni Xitoydan kirgizilgan mallarga umumiylik hammasiga 10% boj qo'ydiganlarni jakaladi. Biz burunqi, ya'ni men o'tgan qitimliq leksiyalarimda degandim. Buningdan keyingi Amerikaning iqtisodiga ta'sir ko'rsatgan omillar qonunsiz ko'chmanlarni Amerika chegarasidan chiqarish, qaytarish, o'zining davlatlariga qaytarish. Anandan keyin bojni kesish deganda kishilarning kirim bejini kesish, shirkatlarningki tijorat bejini kesish degandeklarni o'zishadi. Bu shirkatlarning foydasidan chiqib bo'lishi, iste'molchilarningki disposable income, hajligil bo'lgan pulining, yanchiqida bo'lgan pulining ko'proq bo'lishiga foydali, ya'ni bu iste'molga foydali omillar. Ammo ba'zi ko'chmanlik qattiq bo'lgan ko'chmanlar siyosatining yo'li qo'yilishi ko'ktatlarning yezigilik mahsulotlarining bahosini o'stirib o'tadi. Uy mulkining bahosini o'stirib o'tadi. Chunki bu qonunsiz kelgan kishilar bu yerda havo tutib yemaydi, ashularga ishlaydi, naqd pulga, to'van maoshga ishlaydi. Endi ularni qiladigan odam bo'lmagandan keyin tovarlar bilan ta'minlash, yangi uylarni silish jihatda ostalash, kam yoki mahsulotlarning kamchilik bo'lishi kelib chiqadi deydigan qarashlar bor edi. Ham bundan sirtina deregulation, neftlarni qizish, neft mahsulotlarini chiqarish jihatlarda, uy silish jihatlarda burunqidek hukumat haddidan ziyoda cheklanib qo'yib olgan ishlarni azaytish degandek mushnak gaplarni qilgandik. Ham yana bir iqtisodningki mal bahosiga ta'sir ko'rsatgan omil tarif, yani tamojna bejini qo'yman degan gaplarni qilgan.
Donald Trump 47-ci növbətlik Amerikanın prezidenti olub saylanğandan keyin, yəni ikinci qitim saylanğandan keyin hazır yol qoyğan siyasəti birinci qitimlik, yəni tashqi siyasəti, dövlətçiligi siyasəti, iqtisadi siyasəti birinci qitimlik qaragan vaqtda intayin keskin, yəni aşqın deyişki oldu. Amerikanın yaxın zaman tarixində hakimiyyət almışqan çağda, yəni Demokratçılar Partiyasından bolğan prezident, Cumhuriyetçiler Partiyasından bolğan prezidentə hüquqni ötküzüb bergen vaqtda adətdə bu qədər çoğun bir davalğış bo'lib ketməydi. Bu qitim qanday qildi Donald Trump? Elon Musk'a o'xshash oligark dunyoviy boy texnik dokasiga alayda huquq berdi. Doge deydigan bir ministr dərəcəlik parlament tasdiqlamagan, amma kabinet, yani ministerlik dərəcəlik bir o'rinni hazırlab, hazır Elon Musk hökumətinin xizmət ünümdarlığını aşırmız deb qo'lini u yoq bu yoqqa uzatib nurg'un ishlarni qilyapti. Xabarlanadi bax, masalan, Amerikaning yumshoq kuchini ko'rsatadigan obrazini yaxshilaydigan deb qaraydi ba'zilar. USAID, Amerika Qo'shma Shtatlariningki xalqaro taraqqiyotga yordam qiladigan organininki, ya'ni ministr darajalik organ asosan buni yo'q qildi. Bunday aytgan vaqtda yanjib tashlabdi-da, nurg'un odamlar ishsiz qoldi. Amerikaning markaziy hukumatida ishlaydigan odamlarning umum soni 2,3 million bo'lib, hozir 200 mingdan ortiq odamning ishdan bo'shaganning gapi bor hozirgacha, ya'ni 10% odam. Ondan sırt Amerikaning parlamenti har yili prezidentninki bir yilda hajlaydigan xamchotni ko'rib chiqib, pul ayırgan vaqtda, tasdiqlagan vaqtda bular davlat mudofaasiga, kishilarning sog'lomligiga, masalan, Səhiyyə ministriga davlat mudofaasiga oid ko'p pul ajratadigan. NIH deydigan bir ministr darajalik o'rin bor, davlatlik Səhiyyə instituti ministrligi. Bularning nurg'unlagan puli bor. Tadqiq qilgan har xil kasallarga, yuqumli kasal bo'lsin yoki so'zilma kasal bo'lsin, yengil kasallar bo'lsin, yengildan paydo bo'lgan kasallar bo'lsin, bularga nisbatan tadqiq qiladigan, davosini topadigan nurg'un xarajatni ajratadi. Milliardlab. HIV masalan, AIDS kasaldan tortib, tuberkulozgacha, yurak kasaldan tortib, diabet kasalgacha degan o'xshash. Bu kasallarning kelib chiqishining sababi, ularni azaytishning, yo'q qilishning, davolashning usullari to'g'risida nurg'un o'rinlar tadqiqot ilib bordi. Doktorxonalar, masalan, Harvardning tarmog'ida, Harvard tibbiy universiteti va Harvardning tarmog'idagi doktorxonalar, Harvard universitetining tarmog'idagi tibbiy universitetining tarmog'idagi doktorxonalar. Va bu doktorxonalarningki shu NIH'dan keladigan nurg'un tadqiqot puli bor. Çoğun doktorxonalar bularningki shu NIH'dan keladigan tadqiqot fondlari bor. Ondan sirtari qaysi oliy maktablarningmi meditsina tadqiqotida va boshqa tadqiqotlarda ajratadigan keladigan shu NIH'dan keladigan pullar, bularning qismati. Bu nimadan derak beradi desa, tadqiqot sohasida xizmat qilayotgan nurg'un odamlarningki xizmatdan qilishini keltirib chiqaradi. Yani bu odamlar markaziy hukumatning har qaysi ministrliklarida, idoralarda xizmat qilgan necha yuz ming odam xizmatdan qolsa. Anadan keyin tadqiqot o'rinlarida ishlaydigan doktorxona, andan har xil non-profit organization deymiz, foydalashni ko'zlamaydigan ommaviy tashkilotlarda ishlaydigan odamlar xizmatdan qolsa. Anadan keyin maktablarda ishlaydigan tadqiqotchilar xizmatdan qolsa, bu nimani keltirib chiqardi desa, nurg'un odamlarning ishsizligini keltirib chiqardi. Bunda bo'lgan vaqtda ishsizlik yordamiga iltimoslar odamlarning soni ozaydi. Bu markaziy bankga nisbatan nimadan signal berdi desa,
өсімні түшә дейді. Lekin өсімні түшә deyishtin signallarda. Lekin pul pahalılığı birinci ayda ötken yıldaki qaragан çağda pul pahalılığının ki nisbeti 3% eşipti. Yani ötken yıl birinci ayda ma'lum narsani setib o'ttirchi hesab bilan ma'lum bir tovarni setib olsangiz $100 to'lagan bo'lsangiz, shu narsani setib olaman desangiz, bu $103 to'laysiz degan gap. Onun sirti shu pul pahalılığını hesablashga kirib ketadigan tovar yo mulozimatlar bor. Masalan, uyning sug'urtasi, mashinaning sug'urtasi, tok, gaz bu narsaning bahsi adadini ishib ketdi. Yaqindan buyon ashaddiy ishib ketdi-da bu. 20%, 40% ashuna o'sib ketdi. Bu to'g'risida har xil gaplar bo'lyapti. Bu nimani bu kishilarga, ya'ni maoshi tiz o'smaydigan, boshqa tafovut yo'q aholilarga nisbatan og'ir iqtisodiy besim paydo qildi. Endi bu odamlar, shunday nurg'un odamlar ishdan qolsa, ularning to'laydigan mortgage bor, uyning nimasi bor, mashinasining bellari bor, bolalarni o'qitmasa bo'lmaydi, buni pul ketadi. Bu odamlar emgak bozorida xizmat izlaydigan gap. Ya'ni xususiy shirkatlarning xizmatini olamiz, xususiy xizmatlardan xizmat topadigan gap, xizmat izlaydigan gap. Bu shuning bilan oz xizmatni nurg'un odam tanishdi. Natijada nimani keltirib chiqardi desa, bu natijada kishilarning ish haqining to'varak bo'lishini keltirib chiqardi. Bu nurg'un odamlar ishsiz qolsa, bularning qo'lida hajlaydigan pul bo'lmasa, bu iqtisodda tovar mulozimat bo'lgan talabni töveltidi. Natijada bu nimani keltirib chiqardi deymiz? Iqtisodning kasat bo'lishini keltirib chiqarish mumkin. Ammo hammadan hozir deyotgan ish Trump umumyuzlik o'zining shu savdo iqtisod tarmoqlaridagi kishilarga da'vat etdi. Xalqaro savdoda Amerika bilan biz 150 dan ortiq davlatlar bilan import eksport qilamiz, tashqi savdo olib boramiz. Haqq mol sotamiz, haqni milni olamiz. Ammo biz o'ttir hisob bilan 150 necha davlatdan keladigan malga o'ttir hisob bilan ularning milki o'ttir hisob bilan 3% bajalar ekanmiz. Haq bizdan mal olsa, ba'zi tovarlarga 100% bajalar ekan. Ba'zi tovarlar ish qilib 3% dan yuqori tamojni bejalar ekan bizning milimizga. Bunda bo'lganda Amerikaning mallari ularning fuqarolariga nisbatan qimmat bo'lganini jiq sotolmaydi-da. Shuni biz haqdan jiq ilib haqqa oz sotadi ekanmiz. Bu savdodagi adillik bo'lmaydi. Eng yaxshisi, eng adil bo'lgani sen mening melimga 3% tamojni beji qo'ysang, menmi seninki 3% qo'yma, 30% qo'ysang 30% qo'yman deb buni reciprocal tariffs deydi. Yani tangda tang birga bir deganga o'xshash. Mushundaq bajarsak andan adil bo'ladi deb. Lekin bundaq qilsa bu 1947-yildan buyon barliq kelgan xalqaro savdo sistemasiga tuzilmasi bilan ajallik zarba bo'lgan bo'ladi. 1947-yildan boshlab ko'p taraflama savdo munosabatlari shakllangan. Bular taraqqiy qilgan allarning mollariga nisbatan taraqqiy qilgan davlatlar biroz qo'sqini kengroq tutgan, ya'ni bularning mollaridan asosan tamojni bejini azolayli, ba'zisiga olmayli, o'zlarini taraqqiy qildirib olsin. Amerika, Kanada, Avstraliya, Yevropa ashuna qilgan. Ammo hozir hamda Trump chiqib bunday qilsa bo'lmaydi. Nimada bizning melimizni sotsa, onunga bajinchi qalasa, ama senin melingni biz olamiz desak, biz sana nima deb az baj og'dekmiz, tamojni bej og'dekmiz. Hatta Yevropa Amerika'nın ki avtomobil şirketleri Avrupa'ya avtomobil satsa, Amerika'nın ki mallarga 10% tamojni beji qo'ydi ekan Avrupa'nın. Ama Avrupa'nın maşinalarini, Germanlarning mashinasini olsa, Amerikada 2,5% tamojni beji oldi ekanda. Mana bu shunday ishlar naqchilik emasmi, bu adillik emas deyapti. Bu gapni meni xatom emas, biroq Amerika boshqa davlatlarga o'xshamaydi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin şu xalqaro tashkilotlarda deymiz, BDT deymiz, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Xalqaro pul fondi jamiyati, Dunyo banki
Dünya Soda Təşkilatı egenliklərinin, Dünya Səhiyyə Təşkilatı egenliklərinin hamısında Amerikanın gücü var. Yetekçi rol oynagan, lekin yakınғы yıllarda ola her xil akımatlıq güçlər tərəfindən ularda setilib ketiş bolğandan keyin Amerika jiqraq ular pul versin gepi ötmegəndən keyin mən çəkinib çıxıb atqan işlər bolavatdı. Әмді мұшындақ болса, таможны бежені мұшындақ таңды-таң қойымыз десе, меніңше бұл тәхдид болушы мүмкін. Мұшындақ қылыш арқылы қаршы тараптан muayyan concession deydi. Кейінгі чекінішіні үміт қылыды деймін мен. Donald Trump'ның iş qilish usuli shu. Yani manda qilsang, tishingni tug o'tim, iz o'tim deb mushni yo'g'on ko'tarib qo'yib, andan keyin kelgan vaqtda astag'firullah, manda qilsam men olmayman deb. Bunun tahdidini kuchga aylantiruvchilik, amaliyot ko'rsatuvchilik bormi? Ko'rsatiladi. Qarshi taraf uqdi buni. Agar buni degini ko'nmasam, boras urib soladi deb o'ylaydi demoqchi. Chunki Kanada bilan Meksika ma'lum bunun deganlarga maqdi geçke 30 gün kechiktirdi. Tamojni Beijingning 25% qo'yilishiga ash davlatlarning kiradigan mallarga. Yani bu shartlar nima desa, fentanilni cheklaydigan qonunsiz göçmenlarning ikki davlatning chegarasidan amaliyotda Meksikadan chiqib kelganda, Kanadadan chiqib kirmaydi ekan. Bularni nazorat qiladigan yoki yo'l qo'ymaydigan demoqchi. Endi hozir qo'pib men her bir devlet bilen ayrım malga neçe 10 ming turlik mal var da her bir malga koyulgan bajni hesaplaşman deydi. Bu nurgun adam gücü, nurgun vakit, nurgun hesaplaş, nurgun işler gidiyor bunun hamda. 150'den artık devlet. Hemsiga anda koyma, manda koyma anda vardı da. Millette Halkara Soda Teşkilatı WTO'nun kaidesi de bunun a'zo devletler birbirine nispetten adilroq, barobarroq muomala qilishi kerakdi. Lekin Amerika qo'pib hamma bilan men Donald Trump da'vatidagi hamma bilan ayrim mal, ayrim tamojni beji haqida ayrim so'zlashman da'vatida. Mushundaq desa ba'zilar keyini geniş mümkün. Masalan, ba'zi davlatlar da'vatida Donald Trumpning buni qilishdan maqsadi nima desa, sen mablag'ni qilib bizning Amerika zavod qur. Amerikada mahsulot ishlab chiqarib, mushada setib, dunyoga sat, mushada ishlab chiqarib. Unda bo'lgancha bizning odamlarni ishlatsan, bizning mushada savdo beji to'laysan, xizmat prosti yaratsan demoqchi-da. Andan keyin tamojni beji to'lamaysan deydi. Demisimi to'g'ri, tamojni degan boshqa davlatning melini matrafga akirsa, chegarada ilinadigan baj. Tarif. Uning ustiga ba'zi davlatlar o'zininki milliy sanoatining umurtliq bir sanoatninki mazmun turish uchun ularni yo'lab, ularga to'liqli pul beradigan ish bor. Bu Trump bunga qarshi. Bunda bo'lgan vaqtda bu sening shirkatlaring bozorning prinsipi bo'yicha o'zi bahada, sifatda bizning mahsulotlar raqobatlashmaydi. Chunki sen uni yo'lab, qo'llab, sun'iy holda uning mollarini arzon qilsa, o'xshash sen ishlab chiqarsa o malni biz ishlab chiqaramiz, bizning shirkatlarimiz ishlab chiqardi. Haq seninkini arzon bo'lganki, seninkini oladi. Bunda qilsang bo'lmaydi demoqchi. Umumiy maqsad shu. Ya'ni melimga boshlanchi qamma desam, bizning Amerikaga kelib zavod qo'y, o'shani ishlab chiqar demoqchi. Nimaga chiqiblarmi, taxtga chiqiblarmi shu ishlarni qilgandan keyin, birinchi qatimliq Xitoy bilan boshlangan hisobni sodirishi, Xitoyning mallariga boj qo'ydi. Shu uning ustiga vabo bo'ldi. Nurg'un shirkatlar Xitoydan mal Amerikaga akilishninki, mal to'shishninki tannarxi eshib ketib, uning ustiga Suvayish kanali deymiz. Suvayish kanalida ish bo'ldi, Panama kanalidami sotib ketgan ishlar bo'ldi. Kargo deymiz-ku, konteynerlarning to'shishning haqqi eshib ketganlikdan alıngan paydası azlab ketganlikdan ba'zi shirkatlar Xitoydan chekinib chiqib, Hindistonga o'tib keldi, Amerikaga yaqin keldi, Meksikaga keldi deganga o'xshash. Endi shu tamojni bejini yana shunday qo'yilgan bo'lsa,
Tamoyni bejenimi şunak davamlıq biz aşırımız 4-nji aýdygany qoýmuz dep kılıp atydy. Menimçe o digen närsiniň hemmisini qyp kelenmäski mümkin, qılmaslyk mümkin. Menimçe o alaky iqtisatdaky meşhur raqabet nazariýetiki tähdit oyun oýnadýan boluşy mümkin. Yani sen mandaq qılmadyň, men mandaq qılyma. Eger men mandaq qılsam, sen andaq qılsaň, yana mandaq qılyma dep şundak şartlyk bir xil işara berip atydy dep oýlaýmyn. Bäzilerini qilish mümkin, bäzilerinde söhbetleşi mümkin. Qısqa müddetde Amerikanyňki iqtisadyda mundaq ahvallar yüz beriş mümkin. Birinçisi mal bahasy eşişi mümkin. Mal bahasy aşkandan keyin bu pulun setilik güçüniň töwenleşini direk berdi. Pul pahalygyny direk berdi bu. Merkezi banka ösüm nispetini düşürmeski mümkin. Eger ösüm nispeti uzun mezgilde düşmese bu iqtisatynyň çekinişini keltirip çykyrdy. İşsizlik nispetini aşyrdy. Hazır nime bolaýatydy degende, hazır mana bu tadqiqat oralary, doktorxana, mektepler we bäzi gayri paýdaly işni, non-profit gayri paýdaly iş teşkilatlaryndaky adamlar işden kılıp atydy. Ulanyň sany çykyp gitdi. Nurgun adamlar işsiz kalgandan keyin setiliş güçü bolmagandan keyin bu anyň iqtisatda talep, yani tovar mulazimet bolgan talep keynigi çekinidi. Keyni çekingen wagtda bu talepniň çekinişi mal bahasynyň azyrak düşüşini keltirişi mümkin. Lekin bu baç tamoyny beji bu pul pahallygyny aşyryşy mümkin. Pul pahallygyny aşyryşy mümkin. Juqry ösüm pul ilişninki, pul qazy ilişini täsirleşdirişi mümkin. Şunda bolgan wagtda bu ikisiniň net täsiri birisi çürüş tarapdary, birisi aşyryş tarapdary. Qaýsy üstün boludy degende qısqa müddetniň içinde ösüm düşmeýi, ösüm nispetini düşämeýdi. Ösüm nispetini düşämegen wagtda bu iqtisatynyň köprek töwenleşini keltirip çykyrdy. Bu umumyüzlük pul muamala bazarga täsir gösterdi. Şoňa paýjeklarda kötürülüş bolup ketmesi mümkin. Fawqulady taşky siýasatda, şu taşky soda siýasatda fawqulady paýdalyk bir weziyetni yaratmasa, moşu xil geplerniň özü, undaq qılma, bundaq qılma diýen geplerniň özü iqtisatda uncertainty dep goýmaz, iniqsizlikni peýda kıldy. Xudda adamlar ýoçun öz işenç kılmagan adamlar bilen muamala kılışdan ihtiyat kıygandykidek meblagçylarmy, istimalçylarmy iqtisatnyň ýönelişi iniq bolmagan wagtda pul hajlaşdan ihtiyat kıldy. Meblagçylar meblag silişden ihtiyat kıldy, istimalçylar istimal kılışdan ihtiyat kıldy. Nimişqa degende naýynyqsızlyk, işsizlik köpüýip gitip atdy. Ätügün men işden çykyp gitişim mümkin. Şuning üçin ba pulymny sal jygyprak hajlaý dep istimalny kysdy. Disinflation boluşy nataýyn, yani mal bahasynyň töwen boluşy, talepniň töwen boluşy Xitaynyňa okşaş. Xitaynyň iqtisady muşugo bek çekinip ketdi. Yani iqtisat adamlarda pul ýok, mal bahasy töwen, talep töwen. Amerikada bolmaýdy. Çünki 2024-nji ýyl Amerikanyň iqtisadyda emgek bazary naýaty ýaxşy bolgan. Endi ma hazyrnyň öz ýyllam merkezi hökümetniň her qaysı tarmaklardan ministerlik we idari jemgyýetlerden 200 mandan artyk adam işden kaldy. Başka ýerlerdäki adamlaryny goşgan wagtda bu işsizlik nispetini biraz aşyryş mümkin. Bu işsizlik nispetiniň işi ösüm nispetini kesişikge azrak türtki bolsunmy, emma bu mal bahasynyň ýokary boluşy, tarifninki, yani tamoyny biziniň goýuluşy mal bahasynyň ýokary boluşyny keltirip çykyrdy. Bu ikisi bir-biriga täsir kılışıp işler özünün yolunu tapqıça biz bir xil iniqsizlikning içinde turumuz. Şoňa hazır en ýaxşysy nime iş diýen wagtda işläp atgan, hyzmat kılıp atgan kişiläriň hyzmaty täsir uçuryş mümkin. Bu tadqiqat organlary, mektepler, hökümet tarmaklary, anandykin säýýa tarmaklary da işden boş tutuşuna ait az görüldiğin iş. Bu bolawdy. Bu hususi sahaga, şirketlerge mi barada täsir gösterdi. Ätügün teknik şirketlerince kadam kıskarçık başlaydı. Cemiyette umumyüzlük, mesela şu
işten boş tuş. Dolqun kötürülüp kelse elqa padi ini. Herd mentality. Bu küçük gitip kalsa başka idarelermi, başka şirketlermi birbirini doğrap adamlarını işten kıskartıp düşüdü. Anandan keyin xususiy şirketlerning bu işi adamlarda mablag'ning aylanishi az astroq bo'ladi, ma'lum ma'noda aytgan vaqtda. Shuning bilan bank sohasi, pul muomala sohasini adam qisqartadi. Bu yana pay cheki, ya'ni pul muomala bozoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shunga qisqa muddatning ichida noaniqsizlik bo'ldi Amerikaning iqtisodida. Shu odamlarningki uy olaman deydiganlar saqlab turg'ini yaxshi, xizmatni bala, xizmatni astoydillik bilan yaxshi ishlagani yaxshi. Hozirning o'zida shu bak muhim bo'lib qoldi deb qarayman. Chunki Amerikada shundaqla bir ishdan qolgandan keyin nurg'un narsaga ta'sir ko'rsatgan gap bu. Salomatlik sug'urtasidan quruq qoladigan gap. Ana nurg'un odam ishsiz qolgan vaqtda darhol bir xizmatni tepish unda osonga to'xtamaydigan gap. Shunga kishilarimizning ishi yaxshi bo'lsin, inoqsizliklar, ya'ni g'uvvaliklar ro'shanlashib jahon izg'i tushgay deymiz. Uning ustiga xalqaro geopolitical siyosiy jug'rofiyaviy siyosiy omillarning ta'siri bor. Rossiya bilan Ukraina o'rtasida davomlashyotdi. O'rta Sharqdagi to'qinish tamoman tugagani yo'q, hal qilishning chorasi tepilgani yo'q. Undan boshqa mush ishlar, mush bo'layotgan ishlar Amerika jamiyatida har xil so'rkishlarni paydo qilmaydi degan bo'lmaydi. Eng yaxshisi xizmatimizni yaxshi tutib, pulni bak kangra xajlab etmay, keynimizni tashlab qo'yib, yaxshi kunlarga ulashvag'imiz yaxshi. Hozirmi yaxshi ishlar bir xil to'maydi-ku. Ko'tarilish bo'ladi, cho'kish bo'ladi deganga o'xshash. Lekin hozirgi ahvol ashundaq. Ya'ni Amerikaning butun jamiyati iqtisodiy sohasidan tortib ijtimoiy kishilarning ko'ngliga bir xil silkinish, tavrinish ichida. Dunyoning vaziyatimi shundaq turadi. Ya'ni 2 dunyo urushidan keyin Amerika barpo qilgan dunyoning tartibida tavrinish bo'lyapti, silkinish bo'lyapti. Amerikaning ma'mur prezidenti Vance Yevropaga berib Myunxda so'zladi. O so'zning mazmunini sizlar angladinglar. Ama insoniyatga tinchlik, kishilarimizga yaxshilik, ozodlik, o'rlik tilaymiz. Dunyoning qayerda yashayotgan bo'lsa, qarindoshlarimiz mana mush chaqladimi o'zimizning ishimizga puxta bo'lishni hargiz esimizdan chiqarib qo'ymasak. Rahmat sizlarga.